Assalomu alaykum do'stlar, Ozodbek Bonizarov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan Amerika kanal haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Amerika kanalini yurgizishdagi muammolar haqida ham gaplashib o'tamiz. Ko'p videolar chiqaryapman Amerika kanal yurgizish haqida. Bu yangi kanal ochgandim, lekin O'zbekiston auditoriyaga ko'tarilib ketibdi. Yangi ochgan kanalim 2 kun bo'ldi. 2 ta shorts video yukladim. Lekin ko'proq ko'rib turganingizdek 78-7% O'zbekiston auditoriyaga ko'tarilib ketdi videoyim. Hozir buni sabablarini ham tushuntirib o'taman. O'zi ingliz tilida ekanlar, mana lekin Amerika Qo'shma Shtatlari 0.8% ko'rgan xolos videoni. Sabab nimaga? Hozir shuni tushuntiraman sizga. Shorts video yuklayotganingizda video telefonda yuklayotsangiz 1-2 soniya o'zingizga ko'rinib qoladi video. Bilib o'zingiz yuklab kanali borlar biladi buni. 1-2 soniya o'zingizga ko'rinadi. Shu sabab 1-2 soniya sabab o'zbek auditoriyaga ko'tarilib ketyapti. Videoni ko'rish mumkin emas. Amerikaga ishlamoqchi bo'lsangiz, Amerika kanal yuritmoqchi bo'lsangiz, videoni hech qachon o'zingiz ko'rib yo like bosib, birovga tanishlaringizga tarqatib obuna bo'lib qo'y deyish bu noto'g'ri fikr. Hech qachon kanalni faqat o'zingiz ochganingizni o'zingiz biling bo'ldi. Boshqa hech kimga kanalingizni ko'rsatmang do'stlar. Ko'p blogerlar shunaqa qiladi. Amerika kanal ochganlar hech kimga ko'rsatmaydi bu kanallarini, chunki daromaddan qolishi mumkin. Bu kanalda 2000-3000 dollar topayotgan bo'lsa oyiga bitta O'zbekiston auditoriyaga ko'tarilib ketib qoladigan bo'lsa, u foyda umuman qolmaydi do'stlar. Chunki O'zbekistonga pul to'lamaydi. To'laydi, lekin juda oz miqdorda. 100 mingta prosmotrga arzimagan pul to'laydi, lekin Amerikada 1000 ta obunachiga 1 dollardan ko'p to'laydi do'stlar. Shuni unutmanglar. O'zbekiston auditoriyaga xohlasangiz O'zbekiston auditoriya uchun kanal ochib yurgizing, xohlasangiz Amerika. Bu o'zingizning xohishingizga bog'liq. Kanal yurgizishda asosiy mana ko'rib turibsizlar, O'zbekiston auditoriyaga men inglizcha kanalim ko'tarilib ketibdi. Buni sabablaridan bittasi shu. Endi mana yangi kanal erkaklar 77%, ayollar 22% ko'rgan. Bu kanalning mavzusi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Kanalning mavzusi texnologiya mavzusi. Sizga shu kanalda texnologiya mavzusida kanal ochishni, Amerika kanal ochishni tavsiya qilaman. Nimagaki, texnologiya hammaga qiziq, yangi innovatsion yangiliklar bu insonlarga qiziq. Shu videolarni 1-2 daqiqalik videolar qilib kanalingizga joylab borsangiz, albatta natija beradi do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, 25-34 yoshgachalar eng ko'p kanal kuzatar ekan. Texnikaga qiziquvchilar, innovatsion yangiliklarga qiziquvchilar shu yoshlardan tashkil qiladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mana video 1,5 ming marta ko'rildi. Endi yukladim videoni, uncha ko'p bo'lmadi video yuklanganiga. Umumiy mana hozir ko'rsatib o'taman qaysi davlatlarda ko'rilgan video. O'zbekiston 78-7%, Rossiya, Hindiston, Indoneziya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Bangladesh, Germaniya, Jazoir, Filippin. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Amerika kanalida shunaqa qilib o'zingiz videolar ko'rmasdan yuklasangiz, faqat chet el auditoriya bo'ladi. Sizga yaxshi monetizatsiya olgandan so'ng yaxshigina pul to'laydi do'stlar. Shunga harakat qilishingizni tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa yo sizga foydali bo'lgan bo'lsa do'stlar, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Yana ham qiziqarli videolar sizlar uchun chiqarib boraman do'stlar. Keyingi videolarimiz yana Amerika kanallari haqida bo'ladi. Rahmat hammaga. Omad do'stlar.